Hammaga assalomu alaykum. Boshlaymiz bo'lmasam, ovozimiz yaxshi eshitilayotgan ekan, chunki jamoadagi bolalar ham ko'rishyapti. Ayni vaqtda ularga yaxshi eshitilayotgan ekan. Juda ham ko'p bizlarni birinchi potokdan o'quvchilarimiz onlayn, hammani SMS-ni ko'ryapman. Hammaga rahmat. Keyin javob beraman sizlarga отдельный gruppada. Bugungi mavzuyimiz o'sha yana krizis. Sizlar sal avvalroq darslarga boshlaganinglar uchun sizlar sal avvalroq bunaqa master klasslarni juda ham ko'pini ko'rdinglar, lekin shaxsan bizni yaqindan taniganlar bor va qanaqasiga krizisni avvaldan bilish mumkin edi, qachon avval aytgan ekansiz, biz endi ko'rdik, nimalarga asoslanib degan juda ham ko'p savol bor. Men doim buni shu kichik bir reels chiqargan edik, dollar bir dominant, dollar bir hukmron bo'lgan bir davrda xohlasak xohlamasak dollarni mazasi qochsa biz ham o'z nasibimizni olamiz degandim va nihoyat krizisni shamoli bizga ham yetib keldi, hammamizga ma'lum. Endi unda ikki xil sabablari bor, juda ham ko'plardagi muammo yoki savol, bozorlarda odam yo'q. Menimcha bundan keyin bozorlarda odam bo'lishi o'zi shundoq ham bo'lmasa kerak. Hamma narsa onlayn, hamma narsa internetda. O'tirgan joyidan xohlagan narsasini zakaz qila oladi. Shuning uchun bozor mavzusi bundan keyin menimcha avvalchalik bo'lmaydi. Endi, конечно, oziq-ovqat mavzusida boshqacha. Lekin krizis sezilyapti, men ko'rishim bo'yicha ham sezilyapti. Toshkentda uylarni, mashinalarni narxi tushishni boshlagan, juda ham bir ajoyib. Mashina narxi hech qachon tushmagan Toshkentda. Men mashina narxining tushishini kutmayotgan edim, lekin eshitishim va ko'rishim, surishtirishim bo'yicha mashinalarning narxida ham yaxshigina tushish bor. Chunki haqiqatan hammadan pul qochgan, qimmatchilik, hamma joyda qimmat, inflyatsiya baland. Amerikadan tortib Dubay, Amerikasidan tortib Yevropa, Rossiya, O'zbekiston, Centralniy Aziya, farqi yo'q. Hamma joyda inflyatsiya baland, neft qimmat. Neft qimmat bo'lsa, doim qimmatchilik bo'lgan. Buni doim tarixini qarab chiqish kerak. 1973-yildagi neftni 1000% o'sgan vaqtidagi insonlarning qiynalgani, Centralniy Aziya u yoqda tursin, Amerikada ham juda ham xalq qiynalib qolgan, chunki neft qimmatlashsa, mashinangizga quyadigan benziningiz qimmatlashadi, kiyim-kechagingiz, plastmassa, baklajka, hamma narsa neft butun dunyoda. Shuning uchun 2022-yil Rossiyani Ukrainaga kirishi sababli neft odatda juda ham urushdan kuch oladigan bir aktiv. Urush bo'lsa doim neft sakraydi. Shuning uchun Rossiya va Ukraina orasidagi mojaro bilan neft $120 chiqib ketgandan beri inflyatsiya butun dunyoda, yer sharida, hamma joyda juda ham baland. Shuning uchun men doim bu yildan ahamiyat bergan bo'lsanglar juda ham aktiv bo'lishni boshladim, chunki hamma trading yangi kasb, investitsiya qilish kerak, eshitdingmi, menimcha pul qo'yib menimcha qildi deb ajoyib voqealar eshitishni boshladik. Faqatgina ko'r-ko'rona kiradigan bozor emas, hammamizga ma'lum, chunki bu yil yanvar, fevral, mart oyida kirganlar aniq balanslari -70% yotibdi, chunki haqiqatan ko'r-ko'rona kiradigan joy emas. Ozgina bir bilim, ozgina bir surishtirib, ko'rib, yaxshilab o'rganib, ana undan keyin kirish kerak. Va men doim takrorlayman, balki bir yildan keyin buni takrorlash shansim bo'lmasligi mumkin. Hech qachon esingizdan chiqarmang. 2030-2035-yillarga kelganda ham neft juda ham balandlab ketgan vaqtda va Amerikaning foiz stavkalari baland turgan vaqtda hech qanaqa sarmoya qilinmaydi. Butun dunyoda qilinmaydi, chunki qimmatchilik bor. Insonlarning puli oziq-ovqatdan, yeb-ichishdan ortmaydi. Bunaqa vaqtda halving sababli bullrun yokida S&P 500dagi haligi 5400, 5500 larni ko'rsa, amana vaziyat yaxshi-ku, o'sib turibdi-ku indekslar, yo'masam Nvidia $1300 chiqib ketdi-ku, nima qilibdi? Demakki, bullrundamiz deyishingiz mumkin. Haqiqiy bullrun doim Amerikani pul pechat qilganda bo'lgan. Men buni juda ham ko'p onlayn, offlayn, seminar, webinar farqi yo'q, hamma joyda takrorlashni boshladim. Faqat yaqindan o'rganmagan odamlar oramizda men o'zim ham ko'rib turaman, hali-haligacha fundamental tahlil yo'q, bo'lmagan gap deyishadi, lekin o'sha aytgan insonlarning o'zi ham juda ham muhimroq bir data chiqqan kuni savdoga kirishga qo'rqib o'tirishadi, chunki fundamental tahlil bor o'rtoqlar va bizlarning birinchi potokdagi o'quvchilarimiz hammasi o'z ko'zlari bilan ko'rishdi. Undan keyin hech kim bularni ham keltirib, ko'rdingmi, halving bo'pti, Bitcoin 150 mingga chiqar ekan, 200 mingga. Hech kim ishontira olmaydi. Birinchi o'chirda narx bu bozorda menimcha
oxirgi o'rinda keladigan narsa, siz bu bozorga kirar ekansiz, men pulimni qachon 2 ga ko'paytiraman, qachon men pulimni 3 ga ko'paytiraman deb kirasiz. Unaqa davrlar esa doim Amerikandan pulni jo'mragini ochganda, pul pechat qilganda bo'lgan. 2008-yilgi krizis deysizmi, 2019-yil Covid sababli, bahona Covid endi ishonsangiz agar, Covid sababli bozor qulashi deysizmi, ana undan keyin yashalgan bullrun hech qaysi halving sababli bo'lmagan. O'zi umuman Bitcoindan emas, agar S&P 500 yoki Nasdaqdan qaraydigan bo'lsangiz ham vaziyatni xohlagan stokingizni ochib qarasangiz, Amerikan AQSh Markaz bankini foiz stavkalarini tushirib, pul pechat qilishni boshlaganda bo'lgan. Buni doim qarashingiz mumkin. Например, 2020-yilda mart oyidan boshlab 2021-yilgacha Amerikada 5 trillion dollar pul pechat qilindi. Va uni sababi halving emas. S&P 500 da halving yo'q, Nasdaqda ham halving yo'q. Faqat bozordagi hamma aktiv bo'lmadi deganda 100% daromad bergan, chunki uni boshi yana o'sha taqalib 5 trillionga taqaladi. Yokida 2008-yilda krizis keldi deb juda ham ko'p eslashadi endi kattalar, uyni kattalari, bilmadim oranglarda eski iqtisodchilar bo'lsa ham 2008-yil krizis kelgan deyshadi. Vaholanki u krizisning sababi 2004-yil boshlangan foiz stavkasini oshirishi sababli bozorni sinishi, ya'ni krizisni oxirgi yili 2008-yil, shuning uchun boshlanish emas, tugashi edi. Yaxshigina tugagan, tushgan hamma narsa narx. Hozir ham xuddi shunaqa vaziyatdamiz. Shuning uchun menga Bitcoin 70 ming, 80 ming dollarga chiqib ketganda ham, to'g'risini aytsam, umuman olgim kelmadi va olish niyatim yo'q hali beri, chunki kunlik savdolarimni qilib turibman. Uzoq muddatli investitsiyamni doim sal urushlar tinchib olsin, inflyatsiya tushib olsin, insonlarning puli oziq-ovqatdan ortsin, Amerika pul pechat qilsin, foiz stavkasini tushirsin, va hokazo juda ham ko'p faktorlar bor. Ana shu faktorlar o'z joyiga kelganda uzoq muddatli investitsiya qilmoqchiman. Ungacha faqat kunlik texnik tahlilga asoslangan holda ol-sot jarayonlarimni davom ettiraman. Shuning uchun Bitcoin necha mingga kelishi, yo masalan Nvidia necha mingga kelishini bir tiyinlik qizig'i yo'q. Menda isbotlangan 2008-yil S&P 500 foiz stavkasini tushirganda 57% korreksiya bergan va hozirgi bozordan kutayotgan narsam ham xuddi shunaqa. Buni aytish ham menimcha bir mas'uliyatni o'z bo'ynimga olishdek bir narsa bo'lishi mumkin, chunki bozor 57% korreksiya beradi deyish ham bilmadim. Men haqiqatan bir mas'uliyatni bo'ynimga olish, men bu mas'uliyatni o'z bo'ynimga olib sizga aytyapman, bozor kamida 57-60% korreksiya beradi. Bunga tayyor turing, ichkarida qolib ketmang. Ichkarida qolib ketgan xalq biz bo'lmaylik, boshqasi bo'lsin. Kim qolib ketsa qolib ketaversin. Faqat biz emas, biz bu bozorga 1ni 2, 2ni 4 qilishga kirganmiz. Shuning uchun yaxshi daromad qilmoqchi bo'lsak, hozir emas, обязательно Amerikani foiz stavkasi tushganda kirishimiz kerak. S&P 500 57% korreksiya bergan joyda Bitcoindagi nozik aktivlar menimcha yer bilan bitta bo'lib ketadi. Chunki buni juda ham ko'p endi men o'zim makroekonomikani 2019-yil juda ham yaqindan ko'rishni boshladim. O'zi har sohaga kirsam, o'zi buni ildizi qayerda ekan, negizi qayerda ekan deb avval yaxshilab surishtiraman. Ana undan keyin anaqa qilaman, kattaroq bir risklar olishni boshlayman. Avvalgi bizneslarimda ham xuddi shunaqa bo'lgan. 2019-yil juda ham ko'p makroekonomistlardan yaqinda eshitasiz, ichki urush bo'ladi, yaqinda eshitasiz, qanaqadir bir favqulodda vaziyat bo'ladi desa, men aytardim, ikkitagina grafikka qarab turib buni qanaqasiga bilish mumkin? Neужели shunchalik anaqa bo'lsa, kuchli grafiklar bo'lsa deb faqatgina uni tarixini qarab chiqqandan keyin 90-yillar, 80-yillar, 2000-yillar, 2000-yil Amerikadagi ikkita bashnyani qulashidan tortib hamma narsa ana shu Amerikaning foiz stavkasiga bog'liq ekan. Men doim aytaman, Titanikni cho'kishini hattoki ana shunga bog'liqligini ko'rgandan keyin haqiqatan juda ham hayratda qolganman. Ana shu kundan beri hamma dunyodagi, men endi faqat kriptochi deb o'ylashadi, faqatgina kriptoda emas, men hamma aktivlarni o'rganishni yaxshi ko'raman. Amerikani qimmatli qog'ozlari, bondlari deysizmi, Yaponiyani aktivlari deysizmi, Xitoyning yaxshi stoklari, hamma narsa bilan solishtirib ko'rdim. Pulni boshi dollarga taqalyapti. Pulni boshi, shu bozorni boshi o'sha Amerikani pul pechat qilishiga taqalyapti, chunki Yaponiyadagi davlat bosa pul bosib yotibdi. Faqatgina ko'rib turganingizdek, biz o'sha ishlatadigan termlarimiz bor-ku, bear market, bull run, bull market, o'sha
bozorni buqani yugurishiga o'xshatishadi o'sishini. Ana shu bozorni olib keladigan asosiy eng katta igrok Amerika. Buni tan olish kerak. Hammamizning yastig'imizning tagida O'zbekistonning so'mi yo masalan Turkiyaning lirasi emas, Amerikaning dollari turadi. Hamma pulni ham dollarda yig'ishni yaxshi ko'radi. Shuning uchun ana shu dollarni, USD ni bosilmasdan miqdori kamaysa, hammamizdan pul qochar ekan. Buni isboti ko'rilgan. Birinchi potokdagi hamma o'quvchilar bilan birma-bir ko'rib chiqdik. Hamma hayratda qoldi. Nahotki buni biladigan odam bo'lmasa, bizning bozorda, O'zbekistonda shuncha mantra orasida deyishdi. Men ham hayronman, nimaga yo'q. Balki chet elda o'sganimni, nima desam ekan, afzalliklari bo'lishi mumkin. Faqat men buni juda yaqindan Yale universiteti yo bo'lmasam Stanford universitetida dars beradigan Covid vaqtida bir omadli bo'lib qoldik. Covid vaqtida makroekonomika darslarini onlayn berishni boshlashdi. Harvard deysizmi, Stanford deysizmi, ana shu universitetlardan o'rgandim. Ana shularning darslarida qatnashgan holda o'rgandim. Shuning uchun agar mendan O'zbekistondagi qaysidir trader yo'q deyapti fundamental tahlilni, faqat siz o'rgangan odamlar bor deyapti, kimga ishonish kerak desiz, tabiiy holda men o'rgangan odamlar Harvardda professor bo'lsa, ulardan o'rganish kerak va ularga ishonaman. Men o'z ko'zim bilan, o'z boshimdan o'tkazdim. 2019-yil men katta krizis Recession bo'ldi, krizis 2019-2020-yilda faqatgina Covidni bahona qilib turib, tezgina pul pechat qilingani uchun tezgina o'ziga kelib oldi. Vaholanki muammo juda ham katta edi. 5 trillionning kuchi bilan tezgina chiqib oldik. Ana shu yili 2019-yil avgust oyidan kun va kun kutib o'tirdim. Qachon shularni aytgan narsasi bo'ladi makroekonomistlarni, chunki hamma narsani o'rgandim, faqatgina ko'zim bilan ko'rishim qolgan edi. 2020-yilda Covid sababli bozordagi qulashlar, umuman Covid sababli bizani uyda karantinda o'tirishlarimiz, uni uchi yana Amerikaga boradi, ana shuni uchi yana o'sha Amerikani protsentni stavkasiga boradi. Bugun oramizda juda ham ko'p forexchilar bor. Valyutni bozorda savdo qilishadi va bilib bilmasdan Yaponiyani yenasiga short olishadi. Yaponiyani yenasi Amerikani 10 yillik qimmatli qog'oz qadrlanmaguncha qadrlanmaydi. Yaponiyani qo'lida 1 trillion dollarlik Amerikani 10 yillik bondi bor. Avval uni ko'rish kerak. U qachon qadrlanadi, uni ko'rsak, ana undan keyin short olish kerak. Men buni doim forexchilarga ham ko'rsatganimda, bu aka-ukadek grafik qanaqasiga bunchalik bir-biriga o'xshash mumkin deyshadi. Albatta, yana ishni boshi Amerikaga taqaladi. Shuning uchun men sizdan so'rardimki, bozorga kirar ekansiz, qaysi bozor? Farqi yo'q. Umuman farqi yo'q. Apple'ning stokini oching, 2020-yildan 2021-yilgacha 200% daromad bergan. Unga ham sababi yana o'sha pulni bosilgani. Qaysi bozorda bo'lsiz ham eng avval sizdan nima ketdi? Non-choy so'raydimi? Ozgina fundamental tahlilni o'rganingda, o'z ko'zingiz bilan ko'ring, solishtiring, xohlagan aktivingiz bilan tilla, kumush, platinum farqi yo'q, dollar indeks. Forexchilar dollar indeksini kuzatishadi. Dollar indeksni qachon qanaqa harakat qilishini sizga yana Amerikaning foiz stavkasi, yana Amerikaning inflyatsiyasi aytib beradi. Buni siz o'z ko'zingiz bilan ko'rganingizdan keyin, aminman, men 2019-yilda hayratlarda qolganman. Siz ham shunaqa hayratda qolasiz. Shokovое состояние bo'lgan 2020-yildagi bozor qulashida. Faqatgina bugungi vaziyat 2019 bilan solishtirishimiz kerak emas, chunki 2019-yilda Amerikaning qarzi sal ozginaroq kamroq edi va protsentni stavkani 2,5 gacha o'stirishdi. 2,5 gacha yuksaltirib turib, inflyatsiyani jilovlay olishdi. Faqatgina hozirgi vaziyat kamida 2008-2000-yillarga o'xshaydi. Kamida. Shuning uchun bu galgi tushish yana ham battarroq, bu galgi bozorda kutayotgan krizisimiz, umuman globalda kutilayotgan krizis yanada battarroq, chunki bugun Amerikaning 36 trillion dollar qarzi bor, ustiga yetmaganiga protsentni stavka 5,5 da turibdi. Uni tushirayotganda bozor doim qarz, kurs qilib hamma narsani sindirib tushgan. Ana uni alomatlari O'zbekistonga kelishni boshladi. Hali protsentni stavka tushgani yo'q, oshganini alomatlari endi keldi. Faqatgina Yevropa va Amerikaning o'zining xalqi bundan davno 2 yildan beri faqatgina ishlab topayotgan puli non-choydan ortmayotgani aniq. Chunki Yevropa davno stagflation, recessionga kirib bo'lgan. Hamma aytadi, "Voy, anaqa indekslari yuksalib yotibdi-ku." Doim krizis oldi, tushishda oldi, o'zi doim blow off top degan bir sikl, bir period yashaladi. Narxlar juda ham yuksalib ketadi, uylar narxlari ham juda ham yuksalib ketadi. O'zbekistonda oldingi yilgi uylar narxlariga qarasangiz, seziladi. Orqa oldiga qaramasdan yuksalib ketib turib, ana shu yoqdan sirasi rezka tushishni boshlaydi. Yevropada ham yashalgan holat ana xuddi shu edi. Shuning uchun bizga endi shamoli kelishni boshladi.
bu sohaga kirarkansiz, sizga juda ham zo'r imkoniyat olib keladi bu bozor. Bo'lmadi deganda sotib olgan aktivingizni 100-200% daromad beradigan davrlar keladi. Обязательно Amerika yana pul pechat qiladi. Amerika pul pechat qilmasdan yashay olmaydi. U mashinani moyi, u mashina yurmaydi bundan keyin. 36 trillion dollar qarz bor. Uni faqatgina pechat qilib turib ekonomikani davom ettirishga harakat qilishadi. Ko'ramiz. 20, 30, 40 yil yana birda anaqamiz bor, vaqtimiz bor. Juda ham hamma dollar yo'q bo'lib ketadi, boshqa qiladi. Unga ham yana bir 20-30 yil bir davr bor. Biz fokusni unga qaratishimiz kerak emas. Bulardan qachon pul kiradi, qachon pul chiqadi? Biz ham xuddi shunaqa sal ayyor trader, ayyor investor bo'lib turib, ularni izidan ular kirganda kirib, ular chiqqanda chiqib turishimiz kerak. Hozir xuddi shunaqa periodga kiramiz, xuddi shunaqa davrga kiramiz. Undan avval esa bozorda обязательно katta qulash, katta krizis. Har bir aktiv bo'lmadi deganda, Amerikaning top indekslarini aytyapman. Bo'lmadi deganda 50% korreksiya, Bitcoinda 70% korreksiya. Endi altcoinlarni o'zingiz bilasiz, yer bilan bitta. Ana ularni ko'ramiz. Ana shunaqa vaqtda Amerikada ham o'zi anaqa aqlli igroqlik kirishni boshlashadi, chunki u bekorga tushmagan bo'ladi. Men buni bir master klassda 40 minut davomida tushuntirib berishim juda ham qiyin bo'ladi, chunki birinchi potokda ham biz bu darsni kamida bir oy o'rganib hazm qildik. Digest qilishimiz, hazm qilishimiz bir oy vaqt oldi. Chunki ammo bu yerda bunaqa bo'lgan-ku, ammo nimaga bo'lgan degan juda ham ko'p savollar tug'iladi. Ana shu yerda men hammasini faktlar bilan ko'rsatib berishga, tushuntirib berishga harakat qildim. Men juda ham xursandman. Bitta edim balki O'zbekistonda bunga qaraydigan. Men buni 2020-21 hammaga gapirganimda ham ko'plar ishonmasdi. Hozir safimiz ko'payib boryapti borgan sari. Eng avval 100 ta odamga o'rgatgandim, keyin yana 200 dan oshiq odam. Mana endi bugundan boshlab yana agar ikkinchi potokka start beradigan bo'lsak, yana safimiz ko'payib boradi va bundan keyingi krizislarni sal avvalroq bilish imkoniyati bor bozorda. Shuning uchun makroekonomist degan bir kasb bor va texnik tahlilchidan ko'proq oylik oladi Amerikada, Wall Streetda. Shuning uchun buni обязательно o'rganish kerak. Men buni doim qo'limdan kelgancha ko'rsatishga harakat qilaman. Juda ham ko'p sizda savol paydo bo'lishi mumkin. Instagramda ham juda ham ko'p savol keladi. Bu nega bunaqa bo'lgan, bu bunaqa bo'lgan. Buni bir SMS bilan tushuntirishning imkoniyati yo'q. Shuning uchun eng oxirgi holat bilan juda ham ko'p solishtirishni boshladim men 2019-yil, chunki Bitcoinning tarixi 2008-yil bo'lmagan. Bilasiz, 2008-yildagi katta GFC, Global Financial Crisis. Ana shundan keyin boshlangan krizis sababli 2009-yil Bitcoin ixtiro qilingan. Agar mendan so'raydigan bo'lsangiz, yana Amerikani o'zi ixtiro qilgan, chunki bizga bu bozorni yangi ko'rinishda, yangi korobkada, yangi usulda bir paketlab, yana oldimizga servis qilishyapti. Servisni bilmadim o'zbekchasini nima. Buni faqatgina olish kerak. Voy, buni Amerika qarshi chiqqan ekan, Amerika yo'q qilmoqchi bo'lgan ekan, yo'q bo'lmagan ekan bu aktiv. Qanaqasiga ishonmen, Amerika yo'q qilaman, yo'q qilgan bo'lardi. Bu bozorni o'zi, kriptovalyutalarni o'zi Amerikani o'zidan chiqyapti. Juda ham ajoyib xabarlar eshitishni boshlaysiz yaqinda, chunki уже progress davom etyapti. Har bir aktivni dunyodagi yer yuzidagi har bir aktivni tokenizatsiya qilishmoqchi, tokenlashtirishmoqchi. Endi siz hech qanaqa brokerga ehtiyoj sezmasdan turib, xohlagancha tilla, xohlagancha kumush, xohlagancha Apple sotib olasiz. Juda ham bir ajoyib g'oya. Yana Amerikadan chiqyapti bu g'oya. To'g'ri qilishadi, chunki eski bozor kimga kerak? O'rtada doim bir dallol bor, doim bir katta komissiyalar bor. Ana shularni biz-ku mayli buni qabul qildik, faqat bizdan keyingi pokoleniya, bizdan keyingi bolalarimiz o'lsa borib turib, brokerga pul berib turib, bir aktiv sotib olishmaydi, yo'qsa komissiya berishmaydi. Shuning uchun ana shu komissiyalarni yo'q qilgan holda bu hamma aktivlarni Ferrari, Lamborghini farqi yo'q. Qimmat soat, qimmat uylardan tortib, top aktiv hamma stoklargacha bularni Bitcoin blockchainda mujassam qilib turib tokenlashtirishmoqchi. G'oya juda ham ajoyib, chunki menga ham yoqdi. Men shu vaqtgacha juda ham ko'p aktivni sotib olaman desam, oramda doim broker anaqa xalaqit qiladi, juda ham ko'p komissiya oladi, yo'qsa juda ham ko'p savollar so'raydi. Ana shularni endi hech qanaqa brokerga yordam ehtiyoj sezmasdan turib, to'g'ridan to'g'ri bir altcoin sotib olgandek, ozgina Apple, ozgina Tesla sotib olishni boshlaysiz. Shuning uchun bozor ham Amerikani o'zidan chiqqan. Ishonavering, chunki ETFlar qabul qilindi. 2020-yilda hech qanaqa Amerikadagi katta kompaniyalarsiz, investitsion kompaniyalar, masalan, hedge fondlarsiz biz bu bozorni
chala trader va chala investorlar, endi oddiy odamlarda $3 trillion chiqarib qo'ydik market kapitalizatsiyasini, umumiy kriptovalyuta olamini. Menimcha bundan keyingi bo'ladigan haqiqiy bullrun, undan avval katta tushishi. Haqiqiy bullrunda biz tushimizga ham kirmagan mega bullrunlarni ko'ramiz, chunki bu gal endi oramizda BlackRock, Vanek, Fidelity katta top investitsion kompaniyalar bor. Uni ustiga yetmaganiga Ethereum ETF qabul qilinyapti. Apple ni oladigan bo'lsangiz ham 200% daromad bergan. Altcoinlarimiz bor, 3000-4000% daromad bergan. Undan ham ko'p ham bor. Altcoinlar bor edi, $5 trillion pul pechat qilindi va oramizda katta igrok yo'q. Ana endi bu galgisida esa keyingi pul pechat qilishmoqchi bo'lganda, chunki qarz balandlab boryapti-ku, yanada kattaroq pul pechat qilishadi va oramizga katta igroklar, Amerikani o'zi ham kirib keldi. Shuning uchun bundan keyin hech kim mana avval Bitcoinda savdo qilaman desam, o'zimning qarindoshlarim ham havo olib sotasanmi, nima deb kulishar edi. Endi qarabsizki, hech kim gapira olmayapti. Hamma bozorga kirgisi kelyapti. Kirmoqchi bo'lsangiz, hozir bir o'rganish uchun juda ham to'g'ri bir vaqt. Hozir o'rganish kerak, faqat hozir olish kerak emas. Bu sohani o'rganmoqchi emas bo'lsangiz ham, agar investor bo'lmoqchi bo'lsangiz ham, olib qo'yaman, tursin 10 yilga deb aytgan bo'lsangiz ham, hozir emas. Iltimos qilaman, hozir emas. Обязательно 1 yillik mana shu vaqt davomida обязательно bozorda katta bir korreksiya keladi. Bu urushlar bekorga bo'layotgani yo'q hamma narsa. Bu neft bekorga haligacha qimmat turayotgani yo'q. Обязательно bozorda bir resetlanadi. Men doim takrorlayman, menimcha birinchi marta eshitmayapsiz. Warren Buffett degan bir odam bor. O'sha doim aytadi-ku, Fedni qo'lida, Amerikani qo'lida bir knopka bor, sehrli knopkasi bor. Shunda bosadi, kompyuterimizda перезагрузка qilamiz-ku, boshdan yo'q qo'ramiz-ku. Dunyodagi hamma aktivlarni narxini перезагрузка qilib deydi, boshdan yoqib ochadi deydi. Juda ham to'g'ri gap. Buning uchun doim endi makroekonomikani o'rganmoqchi bo'lsangiz, monetary policy deyiladi. Amerikani pul muomalasini, yo'masam foiz stavkalarini ana shundan o'rganishni boshlash kerak. Uni oshirib tushirayotganda nimalarga ta'sir qiladi, qanaqa alomatlar bo'lgan, buni hammasini ko'rish kerak. Ana undan keyin texnik tahlil, undan keyin qaysi bozorga kirish va hokazo. Juda ham ko'p trader bor, 90% statistika bo'yicha 90% yo'q bo'lib ketar ekan bozorda. To'g'ri, faqatgina forex bozorda texnik tahlilga asoslangan holda agar tahlil qilib, savdo qilib turib natijaga chiqmoqchi bo'lsangiz, ozgina bir uzoq muddat oladi. Oramizda forexchilar buni nima demoqchiligimni prekrasno bilishadi. 7-8 yilda ham daromadga chiqa olmagan, stabil daromadga chiqa olmagan juda ham ko'p, juda ham usta traderlarimiz bor. Faqatgina men aytaman doim shuni oyoq tiramasdan, fundamental tahlil yo'q demasdan, sizdan nima ketdi? Balkida 1 yil vaqtingizni oladi. Ozgina makroekonomikani ham aralashtirib o'rgansangiz, balkida natijaga ko'proq chiqadi, tezroq chiqasiz deb buni doim takrorlayman. Shuning uchun agar oramizda, chunki sizni o'rganishingiz kerak bo'lsa, faqat kripto olamida emas, forexchilar ham dollar indeksini xatti-harakatlarini o'rganishingiz kerak. Dollar indeksini xatti-harakatlarini o'rganish uchun esa Amerikani Markaz bankini xatti-harakatlarini o'rganish kerak. Ularning foiz stavkasi, ularning inflyatsiyasi, ularning ishsizlik raqamlari. 7-iyunda 1-marta 4% ishsizlik raqamlari keldi. Hammamiz tabriklayman. Men bu kunni 2020-yildan beri kutaman. Oxirgi marta 2020-yilda 4% ko'rilgan. Amerikada juda ham vahimali bir raqam hisoblanadi. 4% ni ustida 5-6 marta shunaqa agar biz data oladigan bo'lsak, men nima demoqchiligimni siz o'z ko'zlaringiz bilan ko'rasiz. Bir noyabr oylarini saylovni, Amerikadagi saylovni o'tkazib olaylik. Ana undan keyin hamma narsa yasnayroq bo'ladi. Shuning uchun bozorda katta tushish bo'ldi iyunning boshida. 5-iyul kuni yana xuddi shu datani takror 1 oydan keyingi anaqasini olamiz, datasini olamiz. Undagi vaziyat juda ham qiziq. Men aytayotgan krizisga mana shu datalar bizani qadam-qadam olib keladi. Buni hammasini meni birinchi patogimdagi o'quvchilar prekrasno tushunishdi demoqchiligimni. Biz mana shu datalarni men kuzatib, men ham ahmoq emasman, vaqtimni o'tkazib, har kuni kanalga qo'ysam, bo'lar bo'lmas narsani qo'yasiz. Mayli, biz ahmoqmiz, siz aqllisiz. Buni butun dunyo kuzatyapti. Haligi Morgan Stanleydan kecha anaqa chiqibdi. Prognoz chiqqan, sentyabr oyida foiz stavkalarini tushiradi, 3 oylik data mamnaqa keladi. Agar bu odamlar ham kuzatayotgan bo'lsa, bir narsani bilamiz, ishoning. Shuning uchun bu sohaga kirarkansiz, eng avval darrov qachon millioner bo'laman, hozir Ferrari olamanmi, boshqa qilamanmi, hech kimning sehrli palochkasi yo'q. Menda ham yo'q bu palochka. Faqatgina bilim bor.
Mana shunga asoslangan holda bozorga to'g'ri vaqtda kirib, to'g'ri vaqtda chiqishni o'rgataman. Qolgan vaqtlarda ham daromad qilib turishni o'rgataman. Обязательно sizni oilangizga yetadigan, oilani boqa oladigan daromad qilsa bo'ladi bu bozorda, chunki mani asosiy dohodim, mani cho'ntagimga keladigan pul mana shu sohada. Bozor qanchalik yomon, yaxshi bo'lmasin, doim o'zimga yetarli pulni savdo qilib olib chiqib ketaman, daromad qilaman. Faqatgina kirganlar juda ham 1 oydan keyin, 2 oydan keyin kattaroq daromadga chiqgisi keladi. Endi u tabiat qonuniga ham to'g'ri kelmaydi. Qachon u bir narsani eksak srazu 2 oyda bo'yini o'stirib ko'rsatadi bizga, bo'lishi mumkin emas. Shuning uchun ozgina mehnat boshida, ozgina sabr, o'rganish, izlanish to'g'ri odamdan. Qarang. Ana undan keyin siz xohlagan natijalarga chiqasiz. Juda ham ko'p menimcha savol-javoblar bo'lsa kerak. Savol-javoblarni olishdan oldin men bu bir dars qo'ydim. 5 ta bepul dars qo'yganman, darslik. Ana shu yoqda tahlil usullari deganmiz, texnik tahlil bor, sentimental tahlil bor, insonlarning kayfiyatiga qarab va fundamental tahlil. Fundamental tahlilda endi makroekonomikani ko'p bir xil so'zlar ishlatiladi fundamentalda va men o'sha yerda ko'rsatib berganman. Menimcha 2020-yilga o'sishni, bitcoindagi o'sishni, yo'lmasam любой aktiv, bitcoin shart emas, S&P, Nasdaq hammasida o'sishni hech qanaqa halving sababli emasligini ko'rsatganman yokida Covid sababli bozor tushmaganini ko'rsatib berganman datalar bilan yokida Amerikaning AQSh Markaz bankini bir og'iz gapi bilan qarang, foiz stavkasini 0 ga tushirib turib, bundan keyin pul bosishimiz kerak degan gapi bilan bitcoin $3000 dan $10,000 ga chiqib qolgan. Hali pul bosilgani yo'q, bosishimiz kerak dedi. Bosishimiz kerak deganni o'zi yetadi biz investorlarga. Hamma yastanadigidan pulni olib chiqib bozorga olib kirishni boshladi. Ana shuni o'zida 2 haftaning ichida bitcoin $3800 dan $10,000 bosib ketgan. Buni halving bilan aloqasi yo'q. Halving juda ham yaxshi bir tizim. Faqatgina biz buni foydalarini bundan 4 yildan keyingi halvingni ko'rishni boshlaymiz, chunki ishlab chiqarish, qazib chiqarish qiyinlashib borgan sari bu bozorda hech kim bitcoinga bo'lgan muhabbatidan investitsiya kiritmaydi. BlackRock bo'lsin, siz bo'lsin, boshqasi bo'lsin, hamma daromad qilish uchun kiradi. Shuning uchun halving sababli bitcoin soni kamayib ketayotgan ekan. Shuning uchun keling hozir ovolaylik deb turib bozorga kirib, ichkarida qolib ketgan odamni ko'rganim yo'q. Hamma pul qilish maqsadida kiradi. Shuning uchun halving o'z yo'liga. Biz faqat pulni ketdan pulni fokusini qilishimiz kerak. Bu bozorga qachon kiradi, qachon chiqadi. Men 2021-yil 1-noyabrda bozordan chiqqanman. O'zi avval meni bozorda 2021-yil aprel oyidagi tushish meni qo'rqitgan. Men tamom, bu market tugadi deb o'ylagan edim. Faqatgina bizning AQSh Markaz bankimiz bor, Jerome Powell Amerikada chiqib turib bizga chapni ko'rsatib 10 urib qo'yganlar. Bizani yana amallab 4 oy bozorga olib kirib oldilar. 4 oydan keyin noyabrning 1-haftasida chiqib turib, to'g'ri aytasizlar, men narsalarning chorasini ko'rish kerak ekan deganlarini bilamiz. Ana shu kundan boshlab rasmiy ravishda biz ayiq bozoriga kirgan edik. Hammasi meni planim, meni o'rgangan narsalarim bo'yicha qadamma-qadam ketyapti. Shuning uchun men uyalmasdan, qo'rqmasdan sizga bozor 57-60% korreksiya beradi deyapman. Chunki hamma narsani men bir narsani boshingdan o'tkazmaguncha tabiiy bo'lmaysan deb. Men bu narsani boshimdan o'tkazib bo'ldim. 2019-yildan 2024-yilgacha qo'limizga kelgan datalarni bozorga ko'rsatayotgan ta'sirini ko'rganimdan beri bo'ldi. Всё, fundamental tahlil ishlaydi va bozorning eng katta igroki o'sha bo'ladi. Men bundan aminman dedim. Shuning uchun agar oramizda haligacha ishonmaydiganlar bo'lsa, juda ham ko'p bu haqida videolar qo'yganmiz. Mana bepul darsliklar, har xil webinarlar yokida Toshkentdaligimda offline seminarlar qilamiz. O'shanda ham ko'rsatib beraman doim. Xo'p, mayli bozor tushdi, pul qayerga chiqadi? Mana bu yoqqa chiqadi. Hammasini fakti bor, hammasini ko'rsatib berganman. Yokida bizani birinchi potokda o'qiganlardan o'rtog'ingiz, qarindosh urug'ingiz bo'lsa, ulardan so'rasangiz, ular ham sizga обязательно ko'rsatib, isbotlab berishadi. Agar Tramp prezident bo'lsa, urushlar to'xtasa, bozorga qanchalik va qaysi tarafga o'zgaradi? Bizga ham o'zi shu kerak. Urushlar to'xtashi kerak, neft narxi tushishi kerak, foiz stavkasi tushishi kerak. Amerika yana qaytadan iqtisodiyotni jilovlash uchun pul pechat qilish kerak qiladi. Men pul qilmaydigan Amerika borligiga ishonmayman. Обязательно pul pechat qiladi. Faqat ungacha bizni ozgina bir mashnaqa bir hozirgi vaqtdagi bozor
davom etadi. Ana undan keyin haqiqiy bullrun o'shanda keladi. Shuning uchun Trump keladimi, Bayden keladimi, Obamasi keladimi, farqi yo'q. Amerikani pul pechasi qilmasdan bundan keyin ekonomikasi yurmaydi. 36 trillion qarz bor. Amerikada ishlaydigan platformalarni ham o'rgatasizmi? Потому что много не позволено USA. Короче, этот bir shodiya mana Amerikadan 25-30 ga yaqin o'quvchim bor. Hammasi o'zbek. Ular bilan tanishtirib qo'ysam, ular sizga qaysi приложение, qaysi narsada o'rganishayotganini, sizlarda endi takslar bor bilasiz, ularni hammasini ular o'rgatib tursa, o'rni bo'ladi. Ular bilan обязательно tanishtirib qo'yaman. Birinchi potokdan o'quvchilarimiz 20 tadan oshiq amerikalik vatandoshimiz bahonada o'rtoq bo'lasizlar, ko'rishib tahlil qilib turasizlar. Darslar haftada necha kun bo'ladi? Darslar haftada 3 kun Zoom bo'ladi. Xohlagan vaqtingiz video uroklarni ochib, ko'rib, savollaringiz bo'lsa o'zingizga yozib qo'yasiz bloknotingizga. Va men siz bilan haftada 3 kun iloji boricha juma, shanba oddiyga to'g'ri keltirishga harakat qilamiz, chunki hamma ishlaydi deb. Ana shunda har bir guruhga men 1-1,5 soatdan vaqt ajrataman. Ana shu 1-1,5 soat vaqt davomida savollaringiz bo'lsa, savollaringizni so'raysiz. Men sizga jonli grafikda o'zimni uydagi kompyuterimda bo'lmasam qayerda bo'lsam ko'rsatib beraman savollaringizga javob. Agar Zoomda qatnasha olmagan bo'lsangiz ham o'zingizning Telegram guruhingiz bo'ladi, отдельно 30 kishilik. Ana shu 30 kishilik kursdoshlaringizlar orasida men bugun Zoomga kira olmayman. Meni savollarimni so'rab qo'yinglar. Zoomni takrorini, chunki biz har bir Zoomni zapis qilib o'zingiz guruhingizga yuborib qo'yamiz. Ana shuni takrorini ko'rganingizda vaqtingiz bo'lganda savollaringizga javob olasiz. Undan tashqari doim Telegramda aloqada bo'lganimiz uchun Telegramdan ham savollaringizni so'raysiz bo'ladi. Shuning uchun haftada u kun, bu kun deb qo'yilmagan, chunki qanchadan qancha odam davlat ishida ishlaydi. Amerika krizisi nima sababdan O'zbekistonga ham ta'sir qiladi? Poshsha xo'ja. Ismingiz Poshsha xo'jam? Hamma davlat bir-biriga bog'liq. Основной Amerika. Amerikan dollari dunyo rezervida baribir bugun 50% dan oshiq rezervlarda Amerikan dollari turadi. Buni bilasiz va butun davlatlar o'z rezervida Amerikaning bondlarini ushlab turishadi. Chunki bondlar sizga stabil bir daromad olib kelib turadi. 2, 3, 5%. Davlat doim shunaqa bondlarni sotib olib ushlab turadi. Hamma narsa dollarga bog'liq bir zamonda yashayapmiz. Hamma narsa dollarga bog'liq. Shuning uchun Amerikada boshlangan krizis, xohlasak, xohlamasak 2004-yil boshlagan krizis 2008-yilda yakunlangan va mana shu 4 yillik periodda Istanbul, Dubay, O'zbekiston, Centralniy Aziya, Qozog'iston, Xitoy hammamizga yetib kelgan va bu bir marta emas, juda ham ko'p takrorlangan, hammasida ko'rilgan. Amerikada krizis bo'lsa, bizga ham yetib kelgan. Menimcha birinchi sabab dollar dunyo rezervlarida bo'lgani uchun men Aziyani, Osiyoni krizislarini o'rganib chiqdim, chunki juda ham katta krizis 1990-yilda bo'lgan. Qat'iy hayotdagi Taylandni, Tay baxtini, ularning valyutasi baxt. O'sha baxtni qadrsizlanishi sababli butun Osiyoni oyog'i osmondan bo'lib qolgan ekan, chunki hammamiz bir-birimizga bog'liq ekanmiz. Shuning uchun bir joyda krizis chiqsa, mana hozir Xitoyda krizis chiqar ekan, o'lib ketsin deyapti hamma. Xitoyda krizis chiqsa, hammamizni mazamiz qochadi. Bunga tayyor turish kerak. Uylar narxi ham tushib ketdi, oluvchi yo'q, krizis yomon ta'sir qilyapti. Jamilaxon, hali endi boshladik. Shou endi boshladi. Hali davomi bor buni, chunki bizning insonlar endi tushunishni boshladi. Men 1 yil avval ehtiyot qilib turinglar, tejamkor bo'lib turinglar desa hamma kulganida. Qarabsizki, mana bizga ham keldi. BRICSning US dollarga ta'siri bo'ladimi? Redelio New World Order shu haqida emasmikin? Next pioneer in the world. BRICS. Amerikada yashaysiz, menimcha ajoyib savol bergansiz, ingliz tilida to'g'ri savol bergansiz. BRICS degan tashkilot tashkil topyapti, faqatgina dollarni ertaga yo'q qilib yuboradi degani emas, chunki ular poka o'zini valyutasini ixtiro qilib, uni orqasiga tillarni qo'yib, bizga buni hey, mani valyutamni olgin rezervingga, nimaga desa, orqasida tilla bor deb hammamizni ishontirguncha bir 15 yil vaqt ketib qoladi. O'zi har 100 yilda kuch o'zgaradi. Ray Dalio'ni videosini ko'ribsiz, yo bo'lmasam kitobini o'qigansiz. Men ikkalasini ham o'qiganman ham, ko'rganman ham. Ray Dalio'ni gapirgan gapi xuddi shu to'g'ri. Har 100 yilda kuch o'zgaradi. Dollardan avval Buyuk Britaniya qanchalik kuchli, pound kuchli bo'lgan bo'lsa, 100 yilda tugagan davri, ana undan keyin Amerikan dollari dunyo rezerviga aylangan. Faqatgina buni dunyo rezerviga aylantirish uchun bizga boshida reklamani zo'r qilishgan. Meni dollarimni dunyo rezervi deb qabul qilgan. Nimaga desa, orqasida tilla bor deyishgan. Faqatgina oradan 7-8 yil o'tgandan keyin tilla bilan bog'ni uzib qo'yishgan. Hozirgi
BRICS degan tashkilot juda ham katta tashkilot, chunki ularni GDPsini hisoblasangiz, G7 davlatlardan, G7 tashkilotdan ancha baland. Ichida Rossiya bor, Hindiston bor, Xitoy bor, yana kim kerak sizga? Endi qolgani bor-da, bor. Saudiya Arabiya bor, boshqasi bor. Ana shular o'z orasida yangi valyuta chiqarishmoqchi. Hali valyuta chiqqani yo'q, shuning uchun faqat dollar ertaga yo'q bo'lib ketadi degan gapga menimcha ishonish kerak emas. Yana bir 2040-yillarda bu gapni sog'-omon bo'lsak, yana bir marta muhokama qilamiz, chunki har bir dunyo rezervini davri kuchi 100 yil davom etar ekan, 2040-yilda Amerikan davri tugashiga yaqin qoladi. Xo'sh, ertaga yangilik chiqadi debsiz. Men qaysi yangilikdan bahs etayotganingizni bilganim yo'q. Agar buni Instagramdami yoki master class deydi kommentariyada yozsangiz, men sizga qarab beraman qanaqa ta'sir qilishini. Yangilik ko'p. Tilla nega kerak? Valyuta uchun. Tilla xudoni puli deyiladi. Tilla juda ham qimmat metal hisoblanadi. Qazib chiqarish qimmat hisoblanadi. Shuning uchun bir valyutani orqasida tilla turgan bo'lsa, ana shu valyuta kuchli hisoblanadi. Faqatgina doim ana shu bog'ni ushlab turish qiyin, chunki ko'proq pul pechat qilib qo'ysa, ko'proq tilla olish kerak. Rezervida ko'p tilla bo'lmagani uchun doim ipni uzib qo'yishadi. Agarda siz moliya dunyosiga endi kirib kelayotgan bo'lsangiz, trading yoki makroekonomikadan umuman xabaringiz bo'lmasa, sizlar uchun maxsus 7 qadamdan iborat bir yo'l xaritasi tayyorlaganman. Mana shu video orqali ko'rib chiqishingiz mumkin.